Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan biz muhim masalalar to'g'risida gaplashamiz. Mana siz tez orada o'qish tugatyapsiz. Stomatolog sifatida karyera qurish uchun keyingi qadamlarni qanday qo'yasiz? Diplom olish bu finish emas. Diplom olish bu real hayotda amaliyot qilish uchun sizga yo'nalish beruvchi bir hujjat. Universitetda sizga nazariy bilim beradi. Bu olingan bilimlarni siz real hayotda mijozlarda amaliy qo'llay olishingiz, mijozlar bilan muloqot qilishingiz, muammolardagi bo'layotgan narsaga mas'uliyat his qila olishingiz kerak. Universitetda sizga nazariy bilim beriladi. Olingan nazariy bilimlarni siz real hayotda amalda qo'llay olishingiz kerak bo'ladi. Mijozlar bilan muloqot qilish san'atingiz va ulardagi bo'lgan muammoga nisbatan mas'uliyatni his qila olishingiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik vrachlar o'qishni bitirdim, diplomni oldim, endi vrach bo'ldim deb tushunishadi. Lekin bu hali siz amaliyotda bemalol ishlash uchun qilishingiz kerak bo'lgan yo'lni aslida boshi hisoblanadi. Demak, biz bu yo'lda boshda turgan bo'lsak, nima ishlar qilishimiz kerak? Quyida men o'zimda bo'lgan tajribamdan kelib chiqib, ba'zi bir maslahatlarni sizlarga berib o'taman. Diplom hayotda ish boshlashimiz uchun shunchaki boshlang'ich bizga bir yo'l ko'rsatuvchi hujjat. Biz hozir faqat nazariy bilimlarga egamiz. Amaliy ishlarni bajarishimiz uchun nimalar bilan shug'ullanishimiz kerak? Amaliyotchini nazoratchidan nima farqi bor? Amaliyotchi demak, bevosita olingan bilimlarini o'sha mijozda amaliyotda qo'llay biladi va shu orqali mijozlarni demak ehtiyojini qondirib, muammolarga yechim topib beradi va amaliy ishi bilan. Nazoratchi nima qiladi? O'sha nazariy bilimlarni bevosita gapiradi, lekin u mijozda amaliyotda bu narsalarni bajarib berishga imkoniyati bo'lmaydi. Nima uchun? Ko'pchilik bitiruvchilarimiz universitetni bitirgandan keyin aniq yo'lini topolmay adashib qoladi. Nimalar qilish kerak? Iloji boricha tezroq amaliyotga sho'ng'ing. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Buning uchun yuqorida berilgan tavsiyalardan kelib chiqib, o'zingizga mos bo'lgan muhit tanlang. Ma'lum bir klinikalar tanlangki, shu muhitda siz oldingizga qo'ygan maqsadlaringizga olib boruvchi, demak, sharoit bo'lsin. Demak, yuqoridagi tavsiyalardan kelib chiqib, tezroq amaliyotga sho'ng'ing. Buning uchun siz oldingizga qo'ygan o'sha maqsadga eltib boruvchi klinika yoki bo'lmasa shunga o'xshagan bir ustoz topib, shunaqa muhit tanlangki, shu joyda siz oldingizga qo'ygan maqsadlaringizga erishing. Nima qilishimiz kerak? Buning uchun siz klinikaga keladigan bo'lsangiz, klinikada o'sha bir necha yildan beri ishlab kelayotgan assistentlar bo'lishi mumkin, vrachlar bo'lishi mumkin. Umuman mehnatdan qochmaslik kerak bo'ladi. Hatto kerak bo'lsa shu assistentlarga ham shogird tush kerak. Qanday ma'noda shogird tushamiz? Demak, o'sha yaxshi gapirib, ulardan o'sha bor bilimlarini, tajribalarini olsangiz, bu degani mana siz qanchaki pastdan yuqoriga bor narsalarni o'rganib chiqsangiz, sizda nazariya bor, lekin hali amaliyotda uni qanchalik to'g'ri qo'llanishlarni joy-joyiga struktura bilan bilmaysiz. Shuning uchun nima qilish kerak? O'sha assistentlar bilan yaxshi chiqish kerak. Kerak bo'lsa opa deb turib, yaxshilab shularni ilmini, tajribasini olib, birga o'sgan ma'qul bo'ladi. Siz qanchalik ular bilan o'sgan saringiz, demak, siz undan keyingi etaplarda, bosqichlarda vrachlar bilan, har qanaqa vrach bilan yaxshi chiqishib, ularning ishlarini birga bajarib, yordam berib yursangiz, har qanaqa narsani qo'lda bajargan saringiz sizda demak malakangiz, ko'nikmangiz oshib boradi. Demak, siz shu jarayonda qanchalik ishga kirishib, shu assistentlar bilan, qolgan vrachlar bilan birgalikda ishlab yurib, o'zingizni qancha ko'rsatsangiz, shuncha siz demak klinikaga, muhitga tezroq moslashasiz. Yoshligimizda bizda bitta kino, multfilm bo'lardi, kino emas, multfilm, balki uni kinosi ham bo'lishi mumkin, multfilm eslayman. Ana yoshligida bitta bola o'rmonga tushib qoladi. U multfilmni menimcha ko'pchilik ko'rgan bo'lishi mumkin. Shu muhitda o'sgan bola shu hayvonlarning tabiatiga xos bo'lib katta bo'ladi. Buni Tarzan deyiladi. Tarzanni ko'rgan bo'lsalar kerak. Bu bilan nima demoqchiman? Demak, odam o'sha yangi mutaxassis ham qaysi muhitga tushib, o'zini qanchalik shu muhitga moslashtirsa, demak kelajakda shu demak mutaxassisdan ham yaxshiroq bir nima kutib qolish mumkin. Shuning uchun sizlarga aytadigan asosiy maslahatim, yaxshi muhit tanlanglar. U juda ham universitetda siz nima deydi, a'lo baholarga nazariy bilim o'qimagan bo'lishingiz mumkin, lekin siz qaysi muhitga tushib qolishingiz va shu muhitda o'zingizni ko'rsata olib, chuqur sho'ng'ishingiz kelajakda bir yaxshi mutaxassis bo'lishingizga bir asos bo'la oladi.
Demak, yuqoridagilardan kelib chiqib xulosa qiladigan bo'lsak, siz to'g'ri muhitni tanladingiz, muhitga kelib joylashdingiz. Birinchi o'rindagi narsa, demak, yana bir maslahat, mehnatdan qochmaslik kerak bo'ladi. Har bir qilayotgan ishingizni, to'g'ri, meditsinada, tibbiyotda o'qish oson emas. Hammamizga ham qiyin bu, lekin biz mana o'qituvchilar bilan birga tibbiyot vakillari insonlarni hayotida juda ham katta bir rol o'ynaydigan sohalardan biri hisoblanamiz. Shuning uchun eng asosiy joyga mehnatdan qochmaslik, o'sha mijozlarimizni sevish va har bitta qilayotgan ishlarimizga mas'uliyat bilan yondashish eng asosiy masala hisoblanadi. Biz bu yerga kelganimizdan keyin qanchalik shu yerda o'zimizni ko'rsatsak, mehnatdan qochmagan holatda ishlasak, har bitta demak o'sha yerdagi muhitdagi, klinikadagi odamlarning hurmatini joyiga qo'ysak, bu eng asosiy narsalardan hisoblanadi. Ikkinchi masala qanaqa desak, ikkinchi masala bu yerda yana e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Biz aslida yashashimiz uchun har doim bizga nima kerak bo'ladi? Moddiy manfaatdorlik kerak bo'ladi. Agar biz har bir qiladigan ishimizni bugundan boshlab hali bir ko'nikmaga erishmasdan turib darrov oqibati pulini deb ishlaydigan bo'lsak, demak biz bu yerda nima qilamiz? Adashib qolish ehtimoli ko'p bo'ladi. Shuning uchun maslahat berardim, boshqa sohalarda ham menimcha ko'p eshitgan bo'lishlaring mumkin. Buki asosiy narsa mehnatdan umuman qochmanglar, mas'uliyatni his qilinglar, mijozlar bilan chuqur ishlab, faqat uni pul uchun qilmaslik kerak bo'ladi. Eng asosiy narsa sizdan shu eng yaxshi ishni qilib beradigan bo'lsangiz, u qilingan ishdan o'zingiz birinchi o'rinda qandaydir maza qilib rohatlansangiz, mijoz hali ko'rmadi, uni hech narsani sezmadi, lekin o'zingiz o'sha qilingan ishingiz natijasini ko'rib xursand holatda bo'ladigan bo'lsangiz, o'ylaymanki kelajakda sizdan bir yaxshi mutaxassis yetib chiqadi va doimiy mijozlaringiz rozi bo'ladi. Shu o'rinda boshlang'ich etaplarda hech qachon darvozanga uni aytganday natijasi, moliyaviy holatini shuncha bunaqa ish qilsam, menimcha buncha bor ekanman degan fikrga bormaslik kerak. Eng asosiy narsa mustahkam tajribaga ega bo'lish uchun harakat qilish kerak. Bizni boshida qo'ygan maqsadimiz shulardan iborat edi. O'zi aslida sizlar bilan eslasak. Keyingi masalaga keladigan bo'lsak, ustoz masalasi. Endi bu yerga keldik. Mana yuqorida aytdim, assistentlar bilan ham hatto ishlaganda ustoz sifatida ko'ring deb. Eng asosiysi siz o'zingiz tanlagan yo'nalishda muqim ustoz tanlang. Yuqorilardan kelib chiqib ustoz tanlashimiz kerak. Demak, bu yerdagi har bitta muhitda ishlayotgan umumiy jamoa siz uchun ustoz bo'lsa, muqim yo'nalishda, tor yo'nalishda o'zingiz tanlagan yo'nalishdagi ustoz bilan tunu kun ishlashga to'g'ri keladi. Siz qancha tez shu narsalarga erishsangiz, shu narsalarda ustida ko'proq ishlasangiz, muhim ishlasangiz, shundagina siz tezroq bir ko'nikmaga mijozlaringizni rozilik va buning orqasida mijozlaringiz roziligiga ega bo'lishni boshlaysiz. Maslahat berardim. Men o'zim ko'p shogirdlarga aytib yuraman. Siz ustozingiz yonida yuring. Ustozingiz yonida yurgan paytingizda maksimal darajada uni elementar ishlari bor. Elementar ishlarni darrov qo'lidan olishga harakat qiling. Buki masalan bizda bo'ladigan bo'lsa, oddiy fotoprotokol bor, deylik o'sha programma orqali ishlaymiz, programmada bajariladigan ishlar bor. Oddiy ishlarni birinchi o'rinda tezroq qo'ldan olishga to'g'ri keladi. Keyin o'sha qilinadigan ishlarda yonda assistentlik qilishni boshlasangiz, assistentlik bo'lib ishlarini, keyin yengilroq ishlarini maksimal darajada qancha unga yordam berib, yaxshi yonda yuradigan bo'lsangiz, men o'zimdan misol, tezroq shu odamlarga ishonib mijozlarimiz topshirishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz bu yerda o'ylanib tursangiz, o'zingizni olib qochib tursangiz, faqat buyurilgan narsagina bajaradigan bo'lsangiz, ustozda sizga nisbatan ishonch bo'lmaydi. Chunki u yurakdan yondashmayotgan odam bo'lsa, masalan o'sha shogird, mijozning oldida asosiy mas'uliyat kimda? Asosiy mas'uliyat ustozda. U o'ylab ko'radiki, demak hozir bersam, qanaqadir bu qoniqarsiz bir harakat qilishning natijasida xijolat bo'lib qolishini oldini olish uchun sizga ko'p ham yo'naltirmaydi. Uning uchun nima qilish kerak desa, maksimal darajada ustoz bilan billa yurib, xuddiki uni o'sha olingan qo'lidan olib, ishini qo'lidan olib turib bajara beradigan bo'lsangiz, u o'zi ustozingiz sizga ishonchi ortgan sari, demak, har bitta ishini, har bitta mijozlarini, demak, sizga sekin-sekin topshirib boradi. Demak, ustoz masalasini sizlar bilan ko'rib chiqdik. Ustoz bilan qancha ko'p ishlashingiz davomida, demak, boshidagiga nisbatan sizga ishonch hosil bo'ldi ustozda. Boshlang'ich o'zini tajribasidan kelib chiqib, mijozlar ishlash uchun ruxsat berishni boshladi. Demak, biz ustoz masalalarni ko'rib chiqdik. Ustoz bilan ishlayotganda ustozni demak sizga ishonch ortib borishni boshladi.
boshlang'ich mijozlarni sizga taqdim etishni boshlaydi. Unda qanaqa qilinadi desangiz, eng oddiy mijozlarimiz ko'proq o'sha gigiyenik tozalov, gigiyenik chistkadan boshlaymiz. Bu juda ko'pchiligimiz o'tgan usul hisoblanadi. Bunda nima bo'ladi bizda desak, mijozni oldida turganda bizni hijolat bo'lmasdan, birinchi o'rinda terlamasdan, hijolat bo'lmasdan mijoz bilan уже gaplasha olishimiz, uni muammolarini yechishimiz uchun demak og'iz bo'shlig'idagi o'sha oddiy ish hisoblangan tozalovni bajarib berishimizga to'g'ri keladi. Va biz qanchalik bu ishlarni erkin qilishni boshlab, mijozni oldida o'zimizni to'g'ri tutishni boshlaydigan bo'lsak, demak keyingi qadamlar ham biz uchun yengil hisoblanadi. Ustoz bilan ishni boshladik. Ustoz sizga ishona boshladi. O'zining dastlabki mijozlarini ham berishni boshladi. Bu mijozlarimizni qanchalik ustozni ko'nglida yaxshi, chiroyli bajarib berishni boshlaydigan bo'lsak, biz demak keyingi bosqichlardagi sal murakkabroq bo'lgan jarayondagi mijozlarni ham sizlarga demak ustoz yo'naltirishni boshlaydi. Masalan, unda qanday bo'ladi desangiz, birdaniga bitta mijozni boshdan oxirigacha bo'lishi mumkin, lekin sizga qaysidir jarayonlarni beradi, qaysi birga ishlab ketsa bo'ladi. Buni men o'zimiz shogirdlarda ko'pini aytib o'taman. Masalan, mashinamiz bor, ko'pchilik bilamiz. Mashinani ustaga boradigan bo'lsak ham, usta asosan bir ko'rib oladi-da, undan keyin o'sha shogirdlar bilan birgalikda qaysidir qismlarni kimlardir bajarishni boshlaydi. Biz ham xuddi shunga o'xshab turib, ustozni yonida yurib turib, birga qo'lidan olib ishlarini olib borsak, yuqorida aytganimdek, demak u to'liq ertaga bitta mijozni ko'rgan paytda qanaqadir davolash rejasini tuzilgandan keyin sizga ishonib topshira oladi. U demak mijozga ham ishontira oladi. Bu yo'nalishdagi ishlarimizni demak bu doktorimiz, bu vrachimiz sizga demak bajarib beradi turib o'sha davolash rejasini topshira oladi. Biz mijozlarni o'zimiz mustaqil ko'rishni ham boshlayapmiz. Hali lekin o'ta yillar o'tmagan, lekin bizda nima paydo bo'lyapti? Qanchadir mijozlar bazasi boshlandi. Demak, biz nimaga e'tibor berishimiz kerak bu holatda deydigan bo'lsak, biz bundan keyingi holatlarda har bir mijozimizni o'sha mijozlar portfeli deb atasak bo'ladi. Mijoz portfelini yaratganimiz yaxshiroq. Demak, o'sha har bir mijozimizni yozib yurishimiz kerak. O'sha mana hozirgi zamonda biz ishlagan paytimizda bundaqa darajada mas'ullar rivojlangan. Hozir mana o'zlaring har bittalaring o'qishga kirgandayoq notebookga ega bo'lyapsizlar. Bitta papka qilishlaring kerak. Har bitta mijozingiz ustida ishlang. Bu degani mijozlarimizni ismi, familiyasi, rasmlari, ulardagi klinik holatlar, o'sha fotoprotokollar, rentgen natijalari va boshqalarni shu yerda yozib yuring va qancha siz portfelni ko'p kengaytirib yozib yuradigan bo'lsangiz, o'zingizda bo'layotgan jarayonlarni analitika tahlil qilishingiz imkoniyatingiz bo'ladi. Qancha ko'p yozgan saringiz, siz uni qancha analitika qilgan saringiz, demak o'sha yerda o'zingiz xatolaringizni bilib boshlaysiz. Men buni qayerda ko'rganman? Hatto mana sport ko'radigan bo'lsak, boksda, futbolda o'sha konkurent deb atashimiz mumkin. Qarshi komandani, demak uni videolarini ko'rishib, o'sha taktikalardan boshqalarini o'rganib chiqishadi. Sizlar ham o'zingizda bo'layotgan mijozlarni o'rganib turib, keyin bor jarayondagi boshqa hamkasblaring, bu yerdagi ustozlar bilan ko'rilgan mijozlarni tahlil qiladigan bo'lsang, demak o'zlaringda xulosa bo'ladiki, qanchalik to'g'ri qilyapmiz, qanchalik noto'g'ri qilyapmiz, qayerda kamchiligimiz bor, qayerga o'sishimiz kerak degan sizlarda qanaqadir xulosa paydo bo'ladi. Shuning uchun imkon qadar uni yozib yurish kerak. Qancha portfelingiz keng bo'lsa, uni ustida ishlasangiz va uni tahlil qilib turib, keyingi qadamlar uchun o'zingiz uchun bitta reja qiladigan bo'lsangiz, shunda sizda tezroq o'sish va yuqorida qo'ygan maqsadingizga erishishingiz imkoniyati ko'proq bo'ladi. Tibbiyotda klinik protokol degan narsa bor. O'zlaring yaxshi tushunasizlar. To'g'risini aytadigan bo'lsam, men ham bu darajada chuqur o'ylamagandim. Chunki biz mana men 93-yil bitirgan bo'lsam, shu 32 yil davomida ishlab kelayotgandim. Ilgarigi davolash usullari bilan hozirgi davolash usullarida ham farq bor. Endi bu umumiy holatda juda ham katta farq bo'lmasi mumkin, lekin podxod deymiz, o'sha mijozlarga munosabatda farqi bor. O'sha klinik protokollarga hozir qo'shimcha ravishda mana biz o'zimizni Dentima klinikamizda standartlar deb ataymiz. Oddiy shu mijozni telefon qo'ng'irog'idagi
muloqotdagi standartlardan tortib, uni registratsiya kutib olish, diagnostika jarayonlarida davolash jarayonlari, barcha jarayonlarni umumiy standartlarga qo'yyapmiz. Bu o'sha klinik protokoldan tashqari jarayonlar. Davolanish jarayonidagi masalan, bitta mijozimiz kompleks davolanishda bir necha marta bizga kelib ketadigan bo'lsa, shu jarayonlar orasida ham mijozlar bilan qanday muloqot qilish, qanday ular bilan munosabatda bo'lishlarimiz hammasi standartlarga kiritilyapti. Mijoz kirib kelgandagi uni kutib olish, kuzatib qo'yish, xullas aytmoqchi bo'lgan barcha jarayonlarimiz hammasi standartga kiritib olyapti. Oxirgi paytlarda bu narsalarni o'qish orqali ko'proq tushundik. Demak, bizdan oldin bu narsalarni o'zi qo'llanib kelinyapti, ko'p joylarda bor ekan. Biz ham hozir shu narsalarni o'zimizga joriy qilib boryapmiz. Aytmoqchi bo'lgan narsam nima? Aytmoqchi bo'lgan narsam, demak, siz kirib kelgan paytda o'sha o'zingiz tanlagan muhitda, o'zingiz tanlagan klinikada qanday tartib, standartlar bor bo'lsa, ularga demak moslashga to'g'ri keladi. Siz har bitta standartlar bo'yicha qanchalik tezroq shularni o'zingizga singdirib, amalda qo'llashni boshlaydigan bo'lsangiz, demak siz jamoa bilan ham, demak mijozlar bilan ham yaxshi, osonroq ishlaysiz va ko'pchilik bilan til topasiz va bu borada demak hurmatga ham ega bo'lasiz. Mijozlaringiz ham sizni hurmatga ega bo'lishni boshlaydi. Va bu orqali siz jamoada hurmat topganingiz uchun demak ular kerak bo'lsa siz bilan shu yerda doimiy ravishda ishlab qolish uchun sizga ham imkoniyat bo'ladi, ularda ham demak bu narsaga nisbatan iliqlik paydo bo'lib, shartnoma qilish imkoniyatingiz ko'proq bo'ladi. Biz uchun har bitta mijoz o'zi imtihon deb atasak ham bo'ladi. Har bitta mijozdagi ko'rilgan demak amaliyot, tajriba keyingi mijozlarimiz uchun bizga demak o'sishimiz uchun bitta nuqta. Shuning uchun har bitta mijozni e'tibor bilan qarab, unga yuzaki qaramasdan, yuqorida aytganimizdek, birinchi natija asosiy mijozlar roziligi bo'lib, shu biz qo'ygan plombalar, demak ortopedik konstruksiyalar qanchalik uzoq xizmat qilsa, bizni mijoz faqat yaxshilik bilan eslasa, bizning yutug'imiz bo'laveradi. Bu degani o'sha plombasi umuman tushib ketmasin, uzoq yillar tushib ketmasin. Umuman qancha ko'p xizmat qilsa, sizni shu asosiy foydangiz sizni yutug'ingiz hisoblanadi. Bizni Denma klinikamizda demak bu to'g'rida chuqur ishlab olib boryapmiz. Mana hozirgi holatda 17-yilda o'sha ident programmasini o'rnatgan bo'lsak, har bitta jarayonlar, fotofiksatsiya, davolash jarayonlari hammasi shu yerda biriktirib boriladi. O'sha standartlar ham demak bizda qo'llanib borilyapti. Qanchalik bu narsalarga ko'nikib, shu narsalarga ko'proq o'sha o'zingiz ishlayotgan muhitda moslashsangiz, siz shunchalik tez o'sasiz. Va bu klinikani sizga nisbatan pozitiv fikrda bo'lishi va kelajakda hali aytganimdek siz bilan ishlab qolishingizga bo'lgan sharoit yoki masalan ular o'zlarida ochiladigan vakansiyada siz ishlab qolish imkoniyatingiz ko'proq bo'ladi. Keyingi maslahatni yana bergan bo'lardim sizlarga. Bu undan keyingi maslahatimiz shundan iboratki, doimiy o'zingizni ustingizda o'qishni shakllantirishingiz kerak. Institutda, universitetda berilgan nazariyani o'zi sizga u qoniqarli bo'lmaydi. U faqat bazaviy bilim hisoblanadi xolos. Biz sohamizdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, beshikdan qabrgacha ilm izla deyilgan. Demak, biz doimiy o'qib izlanishda bo'ladigan soha vakillarimiz. O'qituvchilar, biz hamma ham shunaqa-yu, lekin biz yana ham kerakli insonlarda hayotda rol o'ynaydigan o'sha kasb turlaridan hisoblanganimiz uchun hammadan ham ko'proq o'qishimiz kerak. Men ayta olaman, o'zim hozir shu kungacha ham o'qiyman. Kerak bo'lsa o'sha ba'zi bir shogirdlar bilan ko'proq o'qiyman. Ba'zi narsalarda ulardan talab qiladigan bo'lsam, ba'zi paytda og'ringan holatlari bo'ladi. Ularga to'g'ri tushuncha beraman, yo'nalish beraman. Qancha biz shuncha ko'p o'qisak, shuncha o'zimizga yaxshi bo'ladi. Yuzimiz yorug' bo'ladi, mijozlarimiz oldida, hamkasblarimiz oldida, jamoani oldida va ishimiz natijasi shunda o'zimiz kutganimizdek, mijozlarimiz kutgandek bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, demak biz yuqorida maqsadni belgilab olishimiz va shu maqsadga erishish uchun aniq bir strategiya, ya'ni qanday yetib borish to'g'risida bir yozilgan strategiya belgilab oladigan bo'lsak, shunda biz vaqtimiz bekor ketmaydi va kelajakda o'zimiz kutgan bir shu sohani yetuk mutaxassislaridan yetish imkoniyatimiz ko'proq bo'ladi. Agar siz stomatolog sifatida rivojlanishni xohlasangiz, Telegramdagi yopiq hamjamiyatimizga a'zo bo'lib qo'ying. Bu yerda biz shu sohaga tegishli bo'lgan
barcha yangiliklarni, o'zimizdagi bilim tajribalarimizdagi ma'lumotlarni shu yerga joylab boramiz va bu orqali siz qo'shimcha sohaga tegishli bo'lgan yangiliklardan, ma'lumotlardan ega bo'lib borasiz.